Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, barchangizga xayrli kun tilagan holda 4-darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz umumiy rod so'zlari, ya'ni murskoy, женский yo средний rodga emas, erkak va ayolga birdek ishlatiladigan so'zlar. Rus tilida slova общего рода bo'ladi. Ya'ni ayolga ham, erkakka ham bitta so'z bilan ifodalanadigan iboralar va so'zlar. Ikkinchisi esa kasblar, unvonlar, darajalar. Demak, umumiy rod so'zlari ko'proq a bilan ya harfiga tugaydi. Erkak va ayol jinsiga mansub bo'lgan shaxslarga birdek ishlatiladi va shaxsga qarab murskoy rod va женский rodga ajratiladi. Ya'ni bu quyidagi so'zlar. A bilan ya harflarga tugaydigan ismlar, ya'ni Valya, Jenya, Sasha, o'g'il bolaga ham Valya desa ham bo'ladi, qiz bolaga ham. Masalan, Valya qisqa ism bo'lsa, to'liqligicha bu Valentin bo'ladi. Jenya to'liq oladigan bo'lsak, Yevgeniy bo'ladi. A qiz bola esa Yevgeniya bo'ladi. Demak, Sasha Aleksandr bo'ladi, qizlarniki Aleksandra bo'ladi. Ikkinchisi, insonni biron nimaga bo'lgan qiziqishi, taalluqligi, bog'liqligi bilan bog'liq bo'lgan holatlarni bir so'z bilan aytish. Ya'ni o'ziga xos bo'lgan atamalar, nomlar. Masalan, zadira, neryaxa, chistyula, piyaniца, xitrюга, sirota, ya'ni bu palapartish o'ziga qaramaydigan bolaga nisbatan neryaxa deyiladi. Chistyula toza tabiat, o'ziga juda ham ko'p atrof joylarga ham juda ham ozodalik e'tibor qiladigan insonlarga ishlatiladi. Piyaniца spirtli ichimlikni ichadigan insonga nisbatan va ayolga ham erkakka ham ishlatiladi. Xitrюга deb qiz bolaga ham o'g'il bolaga ham ishlatish mumkin. Bu ayyor xitriy so'zidan olingan bo'lib, ayyor tarjimasi sirota, ya'ni yetim, plaksa, yig'loqi, o'g'il bolaga ham qiz bolaga ham ishlatsak bo'ladi. Masalan, qiz bolaga qarata ham ты плакса, o'g'il bolaga ham ты плакса desak bo'ladi. Krivlyaka, likir qiladigan bolachalarga nisbatan ishlatiladi. Umumiy rod so'zlari, ya'ni otlari, har xil so'z turkumlaridan paydo bo'ladi. Ya'ni fe'llardan, sifatlardan, masalan, zivать og'zini ko'p ochadigan, esnaydigan bolalarni zivaka deydi. Plakать yig'lamoq fe'lidan plaksa chiqadi, ya'ni yig'loqi. Работать ishlamoq. Bu so'zdan ishlaydigan mehnatkash insonga nisbatan работяга deyiladi, mehnatdan qochmaydigan, mehnat qiladigan. Xitriy boya aytgandek sifatdan kelib chiqib, xitrюга ot umumiy rod so'zi bo'lib keladi. Ushbu so'zlarni gapda kimga taalluqliligini bilgan holda murskoy rod yoki женский rodga ajratsak bo'ladi. Masalan, Andrey мой коллега. Shu gapda kim haqida gap ketayotganini bilganimizdan keyin uni misol uchun murskoy женский rodga keyin ajratsak bo'ladi. Andrey мой коллега, Svetlana моя коллега. Demak, bu kollega so'zini общий rod deymiz, lekin gapda aynan shaxs aniq bo'lsa, unda rodga o'zgartirishimiz, aniqlashimiz mumkin. Ikkinchisi, kasblar, unvonlar, darajalar va mansablar. Ushbu so'zlar ayol va erkaklarga nisbatan ishlatilishi mumkin, ammo bularning barchasi murskoy rodga tegishli. Bu so'zlar bilan birga gapda keladigan olmoshlar, sifatlar faqat murskoy rodda keladi. Masalan, advokat erkak ham, ayolga ham nisbatan ishlatish mumkin. Sudya, professor, buxgalter, yurist, menimcha bularning tarjimasini ham aytish hojat yo'q, bilib turibsizlar. Magistr, vrach, учитель, bankir, senator, mayor. To'g'ri. Bu so'zlarni masalan ayol kishiga nisbatan ishlatganda nutqda, og'zaki o'sha разговорный deymiz, o'sha nutqda so'zlashda женский rodga ham bemalol aylantirishimiz mumkin. Masalan, professorsha,
bugaltersha, vrachixa deydi, учительница, bankirsha. Lekin aslida grammatikada bu so'zlar общий rod bo'lgani bilan, ayolga ham erkakka ham nisbatan ishlatilgani bilan, uni yonida agar sifat yoki olmosh kelsa, albatta hammasi mужской rodda ishlatiladi. Masalan, опытный юрист, справедливый судья, молодой сенатор, строгий банкир, хороший адвокат, квалифицированный специалист, злой врач, щедрый предприниматель va hokazo. Tarjimasi: malakali huquqshunos, adolatli hakam, sudya, yosh senator, qattiqqo'l bankir, yaxshi advokat, malakali mutaxassis, jahldor, endi yovuz degan ma'noda ham keladi, jahli tez shifokor, saxiy tadbirkor. Hammasiga e'tibor bergan bo'lsanglar, sifatlari mana mужской rodda belgilangan. Hammasi. Ming ular o'g'il bolaga yoki qiz bolaga ishlatilgan bo'lishidan qat'iy nazar. Unga yoniga keyin biz on yoki anani ishlatib, kim haqida gap ketayotganini bilishimiz mumkin. Ushbu so'zlar ayol yoki erkakka taalluqliligini bilishimiz uchun olmoshlar yoki fe'llardan foydalanamiz. Masalan, ana хороший advokat. U yaxshi advokat. Anadan bilib turibmizki, gap ayol kishi haqida ketibdi. Мне позвонила мой стоматолог. Nimaga позвонила dedik? Demak, gap mой стоматолог mужской rodda turibdi, lekin qo'ng'iroq qildi deb ayol kishiga nisbatan ishlatilyapti. Chunki erkak kishi bo'lganda позвонил bo'lardi. Мне позвонила мой стоматолог. Demak, shundan bilamizki, gap ayol stomatolog haqida ketyapti. Ba'zi shunday so'zlarga sufikslarni qo'ygan holda ayol kishilarga taalluqli qilish mumkin. Bu ham men aytgan holat. Учительница, банкирша, бухгалтерша, продавщица, повариха, врачиха va hokazo. Ammo bu so'zlar so'zlashishda ishlatilishi mumkin. Rasmiy holatlar va hujjatlarda bu otlar ayol kishiga nisbatan ishlatilsa ham mужской rodda ifodalanadi. Demak, bugungi mavzuyimizni umumiylashtirgan holda uyga vazifa, umumiy roddagi kamida 150 ta so'zni topib yozasiz. Ikkinchisi esa kasb unvon darajalarini ifodalaydigan 10 ta gap tuzasiz. Gapingizda sifat, olmosh va fe'llar ishtirok etishi kerak. To'g'ri, birinchi darsda aytib o'tganimdek, uyga vazifani men tekshirmayman. Bu o'zinglar uchun. Lekin o'sha o'zimni praktikamdan kelib chiqib, sizlarga bitta narsani aytaman. Inson o'tgan mavzularini hammasini yana ham miyasida mustahkamlash uchun agar mana bunday uyga vazifalarni o'zi kirishib bajarsa, miyada yana ham muhrlanadi. Mana shu so'zlarni qayerdan topasiz? Savol tug'iladi. Albatta lug'atlardan. Lug'atlar hammada bor menimcha, to'g'rimi? Ja bo'lmasa, o'sha internetda bemalol xohlagan lug'atinglardan topishingiz mumkin. Mana shu jarayonni o'zida ham o'sha 150 ta so'zni qidirganingiz o'zida siz yana ham o'sha miyangizga, xotirangizga muhrlab boraverasiz mana shu mavzuni. Shuning uchun uyga vazifani tagiga yozib boryapman. Demak, bugungi mavzuyimiz umumiy rod so'zlari edi. Yaxshilab o'rganasiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan har doimgidek Abdulalieva Durdona Rustomovna bo'ldi. Rahmat.